Mana hozir shunaqa holatlar ko'paygan. Ertalab turganda yuzdagi, qovoqlardagi shishlar. So'rab surishtirilganda bemor yosh, hech qanaqa og'ir yurak kasalliklari yoki yurak yetishmovchiligi yoki buyrak kasalliklari hali kuzatilmagan. Hayot tarzi kech payt kino ko'rib yotadi yoki futbol ko'radi ertalabgacha va bu davomida tuzli mahsulotlar, semichka, tuzlangan semichka, chips yoki shunga o'xshash mahsulotlar iste'mol qiladi yoki bo'lmasam kechki ovqat ratsionida haddan tashqari osh tuziga boy mahsulotlar, tuzlamalar va hokazolarning ko'p bo'lishi kechki qon bosimining oshishiga, organizmda suvning ko'p qolib ketishiga, natijada ertalabki qovoqlardagi, yuzlardagi shishga sabab bo'ladi. Normada buyraklarda funksiyasi kech payt pasayadi. Lekin biz oshiqcha tuz iste'mol qilganimizda buyraklarning zo'riqib ishlashiga sabab bo'ladi. Natijada bunday hayot tarzi kelgusida o'sha og'ir buyrak kasalliklari yoki yurak yetishmovchiligi, qon bosimini haddan tashqari yuqori bo'lishiga, ayniqsa kech payt oshishligiga sabab bo'ladi. Mana shunday og'ir oqibatlarga olib kelmasligi uchun to'g'ri hayot tarzi, to'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilishlik maslahat beriladi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.